Salom do'stlar, siz bu qiziq kanalni tomosha qilyapsiz. Bayram o'tirishlarida yoki do'stlar davrasida bo'lganingizda yig'ilganlarni o'z matematik qobiliyatingiz bilan hayratga solishni istaysizmi? U holda quyidagi fokuslar sizga asqotishi mumkin. Matematik extrasense. Biror kishidan 99 gacha bo'lgan sonni o'ylashni so'rang, keyin esa undan quyidagi amallarni bajarishni iltimos qiling. O'ylangan sonni 2 ga ko'paytirish, chiqqan songa 12 ni qo'shish, yig'indini 2 ga bo'lish va chiqqan sondan o'ylangan sonni ayirish. Natija esa 6 ga teng bo'ladi. Siz bemalol natija 6 chiqdimi deb so'rashingiz mumkin. Sonni 25 ga ko'paytirishning oson yo'li. Bu usulni maktabda o'rgatishmaydi. U istalgan sonni 25 ga oson ko'paytirish imkonini beradi. Masalan, 44 ni 25 ga ko'paytirmoqchisiz. Buning uchun ko'paytiriladigan songa 2 ta 0 qo'shamiz va uni 4 ga bo'lamiz. Natija esa 1100 ga teng bo'ladi. Buni o'zingiz ham tekshirib ko'rishingiz mumkin. 5 bilan tugaydigan sonning kvadratini chiqarish. Bunda ikkita qoidani yodda tutish lozim. Dastlab birinchi songa undan keyin keladigan sonni ko'paytiramiz. Hosil bo'lgan yig'indidan keyin 25 sonini qo'yamiz. Masalan, 85 ning kvadratini chiqarish uchun yuqoridagi amallarni takrorlaymiz. 8 ko'paytirilgan 9 72. Unga 25 ni qo'yamiz. 7225. Yana bir misol, 25 ning kvadratini chiqarish uchun 2 ni 3 ga ko'paytiramiz va yig'indidan keyin 25 sonini qo'yamiz. Ishonmasangiz kalkulyatorda tekshirib ko'rishingiz mumkin. Eyfel minorasi haqida siz bilgan va bilmagan faktlar va hayvonlarning ajoyib tabassumi deb nomlangan yangi videorolikni Qiziqarli TV kanali sizga tavsiya etadi. Kanal manzili videoning tagida. O'tishni xohlasangiz marhamat. Hozircha shular. Kelgusida bundanda qiziqarli ma'lumotlarimizni o'tkazib yubormaslik uchun ekrandagi obuna bo'lish tugmasini bosing.